Zamon zayli. Bugun internetsiz turmush tarzimizni tasavvur qilib bo'lmaydi. Munosabatlarimiz, hisob-kitoblar, barchasi mana shu o'rgamchak turi orqali amalga oshyapti. Tezkor axborot almashish, raqamli iqtisodiyot, onlayn kommunikatsiyalar. Biz bugun ana shu kiber makonda yashayapmiz. Tabiiyki, bu makonda o'ziga xos jinoyatchilar borki, ular bizning elektron ma'lumotlarimizni o'g'irlab, bank hisob raqamlarimizdan, plastik kartamizdan pul mablag'larini shilib olishmoqda. Kiber jinoyatchilardan jabrlangan odamlar ko'payib ketdi. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurash boshqarmasi xodimlari tomonidan mazkur turdagi jinoyatlarga qarshi kurash borasida keng qamrovli profilaktik tadbirlar amalga oshirilmoqda. Yaqinda, ya'ni 2025-yil noyabr oyi boshida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida boshqarma xodimlari tomonidan JAK Jizzax antivirus cyber boti yaratildi. Voqeatan ushbu bot kiber xavfsizlik borasida katta yutuq bo'ldi desak, mubolag'a bo'lmaydi. JAK Jizzax antivirus cyber. Assalomu alaykum qadrdonlar, faxriylar, ustozlar, shogirdlar. Bugun men ana shu viloyat ichki ishlar boshqarmasi kiber jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasiga keldim. Bu yerga kelishimdan asosiy maqsad ushbu boshqarmani boshlig'i Shehzod Qosimov qadrdonimiz xodimlar tomonidan mana shu kiber jinoyatchilikka qarshi bot yaratilganligi to'g'risida xushxabarni aytdi. Juda xursand bo'ldim. Sababi so'nggi paytlarda haqiqatan internet tarmoqlarida ko'proq o'sha kiber jinoyatchilikning ko'payib borayotganligi, bu asosan o'sha shaxsiy mablag'larni, ma'lumotlarni o'g'irlab, ularni kriminal maqsadlarda foydalangan muammolar ko'payib ketdi-da. Ana shu jinoyatchilarni oldini olish maqsadida ana shu bot yaratilganini eshitib kelyapmiz. Ichkariga kiramiz. Xonalar juda katta shinam xonalar. Menimcha juda qulayliklar yaratilgan bo'lsa kerak bu yerda. Ilgari sal kichikroq xonalar bilgan ichki ishlar boshqarmasidaydi-da. Yaxshi, xursand bo'ldim. Internetni otalari desak ham bo'ladi. Mana shu insonlar yaratgan internet tarmog'ini bu tarmoqdan asosan yaxshilikda foydalanyapti, lekin ayrim g'arazli maqsadli insonlar o'zlarining g'arazli maqsadlarida foydalanyapti-da. Shuning orqasidan ko'p jinoyatchiliklar kelib chiqyapti. Asosan bu zamonaviy jinoyatchilik deymizda. Bunga qarshi kurashish hammamizning vazifamiz, o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'g'illar qanday? Amin. İşimiz, kunimiz hayırlı bo'lsin. Elga, xalqqa manfaatli bo'lsin. Alloh. O'g'illar yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ahvolingiz yaxshimi? O'zingiz yaxshimi aka? Charchamayapsizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Xizmatlar bilan. Ha aka, rahmat. Keling aka, keldik, va telefon qildingiz. Kecha eshitib xursand bo'ldim. O'shalarga antivirusmi, shu bot yaratilgan ekan. Shunday. Boshqarma tomonidan endi haqiqatdan bu juda muammoli bo'lib boryapti kundan kunga. To'g'ri. Haligi xabar kelib qoladi gruppamizga ham internetdan, birov o'chirib qoladi, birov o'chira olmaymiz. Xuddi shunday. Birov tushunadi, tushunmaymiz. Sizlarga mana shu yangilik to'g'risida bir izoh bersangiz, mana shu faxriylarimizga, qadrdonlarga. Avvalo Bahodir aka, sizga katta rahmat. Mana shunday faxriylarni gruppasini ochib, hamma faxriylarni bir bo'lib, mana shu yerdan har kuni biz aloqa qilamiz, kuzatib boramiz. Hamma yangilik bo'lamiz. 2413 ta bu yerda a'zoyingiz bor. Hamma bu yerda ichida ustozlarimiz bor, hamma birga ishlashgan xodimlar bor. Hammasini ko'rib turamiz. Avvalo endi bu yerga bergan savolingizga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda APK virusini ko'pchilik birov tushunadi yo birov tushunmaydi. Bu APK virus orqali kiber jinoyatlar sodir etilyapti, Bahodir aka. APK virusi bu kelgan tushgandan so'ng telefon qurilmani o'zini qo'liga oladi.
o'zini qo'liga olgandan keyin o'sha telefonni boshqarish huquqiga ega bo'ladi. O'sha o'z-o'zidan uni sizga o'sha mana shunday huquq beriladi degan narsa jo'natilmaydi. Har qancha nom bilan, to'yga taklifnoma, Gov.uz, mana yaqinda Gov.uz chiqdi. Undan tashqari yana o'sha fuqarolar ko'p foydalanishi mumkin bo'lgan nomlar ostida sizga keladi. O'shani biz oldini olish maqsadida buni biz keyin statistikadan ko'tardik, ko'proq guruhlardan tarqib kelgan bu. Pastki pog'onalardan. Xuddi shunday guruhlardan, mana bu Telegram guruhlaridan tarqib kelgan. Mana shu Telegram guruhlardan qilib, mana o'rinbosarim Qosimni yaxshi taniysiz. Keyin bular o'sha tegishli mutaxassislar bilan birgalikda mana shu APK virusini qarshi bot yaratdik. Agar ruxsat bersangiz, o'sha mana siz ham Jizzax IB faxriylar avlodlar degan kanalini agar mana hozir shunga o'rnatsak, mana shu botda o'z-o'zidan keyin qani sinab ko'rsak, mana unga ma'lumotda virus jo'nataman. Qani o'sha jarayonda mana uzmasdan turib nima qilamiz? Qosim o'rnat. Biraz guruhga kirishim kerak ekan. Bugun ustozi tug'ilgan kuni 75 yoshga kirdi. Ikromdan hamdamiz Sarvarov ustozimiz. Ustoz bo'ladilar, umrlar uzoq bo'lsin, yo'llarini bersin. 100 ga kirsinlar. Bizga samarali mehnat qilganlar. Mana keldi hozir. Mana botning asosiy vazifalari. Mana. Keldimi? Endi buni qanday tartibni ko'rsating. Qarang. Mana botimizda linki, silkasi, ya'ni havolasi. Mana shu havolani, mana shu havolani ana nusxasini olamiz, ya'ni kopировать ссылку debdi. Nusxasini oldik. Endi добавить участников, ya'ni qo'shishga, guruhga bu silkasini tashladik. Mana Jack botimiz chiqdi. Bu nomi Jack. Buni nomi Jack. Jizzax Cyber Jizzax Antivirus Cyber Jack. Qisqacha logotipi bilan. Mana buni gruppaga birinchi a'zo qilamiz. Mana a'zo bo'ldi. Gruppaga a'zo bo'lgandan keyin endi mana qalamcha bor. Guruh ustida. Shu qalamchani bosamiz. Tak, administratori, adminlikka mana bergan ekansiz shuncha odam. Mana endi bu yerdan biz Jackni topamiz. Qo'shganmiz-ku gruppaga. Mana. Bunga mana adminlik vakolatini beryapmiz. Bu guruhni xavfsizligini to'liq qo'lga oladi. Ya'niki o'sha guruhga qanaqadir phishing silkalar yoki APK viruslar kelgan taqdirda hammasini agressivni holatda o'chiradi. Sizdan ogohlantirib o'tirmaydi. Virus keldi, yo shunaqa firibgarlik saytlari keldi deb o'tirmaydi. Sababi biza buni agressivni qilganimiz sababi fuqarolarimizni bular shunaqa psixologik APK viruslar tayyorlangan insonni ichiga kirib ketadi. Insonni umuman yaqinlashtirish kerak emas, uni o'qitish ham kerak emas. Buni agressivni o'chirishimiz kerak virus kelgan paytda. Buni qanday tushunsa bo'ladi? Buni intellektual deyiladi hozir. Bo'lmadi. Intellekt, sun'iy intellekt. Shunday. Sababi mana guruhda 2000 dan ziyod obunachilar bor mana shu guruhda. Hozir taklifnoma .apk degan bitta apk kimdandir foydalanuvchidan keladigan bo'lsa guruhga, demak faxriylar guruhida nima tushunish mumkin? Hamma o'ylaydi kimdir to'y qilyapti deydi, ichiga kirib ketadi. Uni bir marta barmog'ingiz bilan bir marta bosib qo'ysangiz bo'ldi. Mana bu strelka pastga qarab turgan strelka bitta zagruska bo'lsa, aylansa telefonni xotirasiga tushadi apk virus. Xotirasiga tushdi deganda telefonni faoliyatini to'liq qo'lga oldi degani, ya'ni root. Telefonni yadrosigacha kiradida, telefonni butunlay hamma tomon qo'lga oladi. Kamerasini ishlatadi, xotirasida galereyadagi rasmlar, kontaktlar, SMS hamma narsa ma'lumotlarga ega bo'ladi hacker. O'shaning uchun bu tushgan zahoti kimdir barmog'i bilan bosib qo'ymaslikdan oldin bu bot agressivni shu zahoti o'chiradi. Demak, tezkorlik bilan o'chirib tashlaydi. Tezkorlik bilan juda tez o'chiradi. Mana endi qo'shamiz, mana adminlik vakolatini berdik. Mana Jizzax IB 2414 da biz hozir Bahodir aka mana guruhga qo'shdik Jack botimizni. Jack botimiz turibdi guruhda, hamda guruhda adminlik vakolatini berdik. Ikkita qilinadigan ish bor. Guruhga qo'shamiz va unga adminlik vakolatini beramiz. Ana endi bunga buni tekshirib ko'rish uchun mana botimiz ishlatgan ishlamayotganligi mana tekshirib ko'rsatamiz hozir. Hozir Bahodir aka, mana men ko'proq endi
ko'proq biz o'zbekchilik to'ydan taklifnoma degan To'y narsa bor. xabarlar. To'ydan video degan APK bor. Mana shuni hozir mana faxriylar gruppasiga tashlayman. Faxriylar gruppasiga tashlayman. Mana tashladim. To'ydan video. APK. Mana APK virus keldi. Tashladim mana. Mana jackbotimiz APK fayl O'chgan chiqadi, Ha, mana jackbotimiz sraz kelganda zudlikni o'chirib tashladi. Yana bittasini tashlayman. Rasmlar degan APKni yana tashlayman mana. Rasmlar degan tashlayman. Mana rasmlar APK keldi. Bu ham virus mana sraz o'chirib tashladi. Endi bu guruhga qanaqa soxta havola, firibgarlik havolari va APK viruslar keladigan bo'lsa, bu bot har doim tozalayveradi mana shunday. Bu degani sizni haqiqiy internetda xavfsizligingiz ta'minlanadi. Demak, bu internet sanitar bo'ladi-da bizga. Xuddi shunday. To'g'rimi? Xuddi shunday. Endi buni birinchi vazifasi bu o'chirish. Ikkinchi vazifasi bu doimiy ravishda ogohlantiruvchi flerlari bor bo'ladi, videolari bor. Ya'niki kelajakda kiberjinoyatchilik qurboniga aylanib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor berishimiz kerak va qanday videoroliklar ko'rishimiz kerak. Va kiber madaniyatimiz, kiber immunitetimizni, huquq ongimizni oshirish maqsadida aynan mana shu botimiz ikkinchi funksiyasi targ'ibot qilib boradi guruhga. Har doim yangi jinoyat turlari chiqib keladi. Bu eslatib turadi, ogohlantirish. Shunday. Bu kiber jinoyat turi shunaqaki, oyma-oy, haftama-hafta o'zgaradi. Mana ertaga APK virusdan keyin boshqacha nomlisi keladi. Shuni zudlik bilan APK mana shunaqa virus tarqamoqda, ogohlik davr talabi, mana shunaqa barmog'ingizdan bosmang deb, bu ikkinchi funksiyasi profilaktik ogohlantirib boradi. Doimiy ravishda. Bu bitta bu guruh ogohlantirmaydi. Bu Jizzaxda nechta guruh bo'lsa, nechta misol uchun 6000 ta guruh bo'lishi mumkin misol uchun. 6000 ta guruhning ichida 1 million aholi bo'lishi mumkin misol uchun. Bu botda shunaqa afzallik tomoni o'sha 1 million aholini 6000 ta guruhga o'sha 1 sekundda o'sha video materiallar yetkazib beradi. Ogohlantiruvchi. Sekundda. Azob bo'lsa. O'shaning uchun biz hozir mana shu adminlar bilan hamma guruhlar Jizzaxda nechta bo'lsa, hammasi mana shu narsaga azob bo'lsa, bu xavfsizlik ta'minlanadi. Ya'ni mana shu APK viruslar kelgan vaqtda hammasi bloklanadi. Bundan tashqari biz bular ustida ishlaymiz. APK viruslar. Shehzod aka, yana tushunishimcha, bu hozir Jizzax viloyati kiber xavfsizlik boshqarmasi qoshida tashkillashtirildi. Xuddi shunday. Mana shu Jizzax tajribasi desak bo'ladimi? Xuddi shunday bo'ladi. Jizzax tajribasi. O'rinbosarim mutaxassislar bilan birgalikda qariyb 30 kun, 1 oy mobaynida kecha kunduz chunki bu botni xavfsizlik talablariga javob berish kerak, har xil kiber hujumlarga uchraydi, boshqa qiladi. Shuning uchun har doim mukammal bo'lish uchun mutaxassislar yordamida ishlab chiqdik. Xalqqa o'sha manfaatimiz tegsa biz xursand bo'lamiz. Shehzod aka, avvalambor sizlarning mana shu qilgan erishgan yutuqlaringizdan tabriklayman. Ilohim manfaatli bo'lsin insonlarga, jizzaxlik qadrdonlarga, barchaga. Men xursandman. Men shunday tushunyapmanki, demak kiber olamida, o'sha internet olamidagi jinoyatchilik Jizzax viloyati agar o'rnatsak botlarni keskin kamayadi menimcha. To'g'rimi? Keskin kamayadi jinoyatchilik. Bu endi xalqqa demak manfaati tegadi, foydali bo'ladi insonlarga. Va xudoga yana bir uzr. Bu endi faqat APKni o'chiradi, lekin biz aholiga targ'ibot qilib borishimiz kerak. Masalan, oldindan pul to'lamaslik, tovarlarni olmasdan turib yoki kimdir telefon bankdanmi yoki ichki ishlardanmi deb telefon qiladigan bo'lsa, o'sha hech qachon ular plastik bilan bog'liq narsalarni kodni so'ramaydi. O'shalar hozir biz o'g'irlik holatlarini oldini olish yuzasidan, APKni jilovlash yuzasidan, lekin firibgarlik yuzasidan, aholi firibgarlikka uchrashi oldindan, masalan, tovarga oldindan pul to'lab qo'yadi yoki mana o'zim nasiya deyapmiz, o'zim limit deyapmiz yoki yangi kredit olishlar yoki telefon orqali o'zi tanimagan odam bilan suhbatlashadi. Ularni oldini olish uchun endi odamlarning o'zlari sergak bo'lishi kerak. Shehzod aka, demak bu kiber jinoyatchilikning chegarasi yo'q demoqchisiz. Xuddi shunday. Yangi chiqaveradi. Faxriylardan ham so'rab qolamiz, to'y ma'rakada yurishadi, har xil joyga borishadi, o'shanda baribir ham siz ichki ishlar idorasida ishlagansiz yoki militsiya bo'lib ishlagansiz, mana shu nima degan savollarga mana shu faxriylarimizni ham biz ogohlantirib boramiz-da. Shuning uchun ham men e'tibor bergan bo'lsangiz, hamma yangi ma'lumotlarni o'sha faxriylar guruhiga tashlab beraman. Endi botga o'z-o'zidan qo'yamiz, botni o'zi ogohlantirib boradi. Qadrdonlar, men haqiqatan bir ko'nglim yorishdi. Juda ham xursand bo'ldim.
Sababi 2000 dan ziyod guruhimizda a'zolar bor. Ularda yana oila a'zolari, yaqin qarindoshlari, tanishlari ham bor. Albatta bu erishilgan yutuq, bu yaratilgan bot elga manfaatli bo'lsin. Men barcha o'sha guruhimiz nomidan, ustozlar, faxriylar nomidan, o'sha kiber xavfsizlik boshqarmasi xodimlariga, mana shu botni yaratgan shogirdlarga, ukalarimizga katta rahmat aytaman shu yerda. Allohim kuch-quvvat, Rahmat Bahodir aka sizga. muvaffaqiyatlar yor bo'lsin ishlaringizda. Rahmat. Doim qilayotgan ishlaringizdan elga manfaat kelaversin. Buning savobi juda katta. Rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Rahmat. Charchamanglar. Jak, Jizzax antivirus cyber